nomada shu holatda bo'lishi kerak. Yarasi hech narsasi yo'q, top-toza. O'sha yerda o'sha sin1 ga tortadigan haqiqatda endi sen o'tgan safar onkologda ko'ringansan, u onkolog meni ustozim, onkoginekolog nomer 1. Meni hech bir pretenziyam, hech narsam yo'q unga. To'ppa-to'g'ri diagnoz qo'yib berganlar. Sin1 haqiqatda tortadi. Nimaga desang, yara shilliq qavat darajasida bular erozivniy ektropion. Sin1 bu уже displaziya holati, yengil darajada displaziya. Shilliq qavat darajasidagi yaralar, masalan, bola tug'iladi, epiteliy qavat tashqariga chiqib qoladi, ektropion deymiz. Yoki bo'lmasa выделениyalarda yurasan, ular shilliq qavat darajasidagi o'zgarishlar. U chuqurlashgan holatlar yoki bo'lmasa kiravurish qismi mana shunaqa nerovniy o'sadi, qalinlashadi, ektotseliy qismini bular displaziya holati va mayda qon tomirchalari bor edi. Hali ham sin1 sen endi bilding bu narsani, bir vahmali joyi yo'q, xirurgik yo'l bilan olib tashlasa hech qanaqa muammo yo'q bu yerda. No konservativ lecheniya qilib bo'lmaydi. Ana endi sabablari uzoq vaqt выделенияda yursa, rodovой travmalar, spirallardan keyin virusli sabab 80-90% holatda mana shunaqa toshmalardan keyin. O'tgan safar bu toshmalarni bilgansan borligini, kuydirmading, lekin tabiiy tug'ruq bo'ldi. Ana endi bolangni naблюдение qilasan. Immunitetini tushirmaslikka harakat qilasan, bolaga yuqishi mumkin bu toshmalar. Tushundingmi? Ili kesir ili o'sha joydan kuydirib olib tashlash kerak edi, qinni ichidan buni. Xo'p, va bu safar ko'rinishlari kerak. Chunki bizaga bularni yuqish yo'llari